Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Xurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Batkanda o'quvchi qiz qoyadan o'zini tashlab vafot etdi. Hozircha o'smirning o'z joniga qasd qilish sabablari aniqlanmagan. O'shdagi 149-marshrut qatnovining o'zgarishi norozilikka sabab bo'ldi. Yangi yo'nalishga rozi bo'lmagan haydovchilar ish tashlash arafasida. Bo'lsa biz 5-6 dan olamiz. Bizning aralığımız 10 minutdan. Yangi Novqat qishloq hukumati yer uchastkalarini o'zbekistonlik fuqarolarga sotib yuborgan. Bunga norozi bo'lgan mahalliy yashovchilar norozilik namoyishiga chiqishdi. U qayerga ariza yozsak, o'shadan qutulib keladi. Alayquda ko'chkilarni oldini olish uchun maxsus galereya quriladi. Hozirda loyiha ishlab chiqildi. Bizde sırttan grant tayyotat, eman akçasını izleş gerek. O'shda maktab o'quvchilarining fan olimpiadasi boshlandi. Bu safar test jarayoni elektron usulda o'tmoqda. Ko'rgan respublika ko'rsatdi. Batken oblastining Qadamjoy rayonida o'quvchi qiz qoyadan o'zini tashlab vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Qadamjoy rayonining O'rozbekov qishlog'ida 16 yoshdagi o'quvchi qiz 5-yanvarda 30 metr balandlikdan o'zini tashlagan. Sud tibbiy ekspertizasi uning tanasida hech qanday qiynoqlar belgisini topmagan. Maktabda ham hech kim bilan tortishmagan va unga tazyiq o'tkazilmagani aytilmoqda. Marhum bobosinikida yashagani va ota-onasi Rossiyada ekanligi ma'lum bo'ldi. Jalolobod oblastining Suzoq rayonidagi Jalg'izjanga qishlog'idagi yer ko'chkisiga yaqin joyda yashagan 2 oila xavfsiz joyga ko'chirildi. Favqulodda holatlar ministrligining bildirishicha, 3-yanvarda Ko'kart qishloq hududiga qarashli Jalg'izjanga qishlog'ining janubiy tomonidagi tepalikdan yer ko'chkisi 50 metrcha jilib 16 uyga xavf solgan. Mahalliy hukumat ularning ichidan 2 oilani ko'chirdi, qolgan 14 tuni qarindoshlarinikida tunashmoqda. Bu hududda yer ko'chkisi 1990-94-yillari ham bo'lib, 6 uy jabrlanib, 16 turar joyni bosib qolish xavfi bo'lgan. Ularga xavfsiz joylardan yer uchastkalari va davlatdan imtiyozli ssudalar bo'linib, ogohlantirishlar berilgan. Biroq bu yerda aholi hamon yashamoqda. Norin oblastining Otboshi rayonidagi Oqsoy hududida qalin qorda qolgan cho'ponlarga oziq-ovqat va xashaklar yetkazildi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 27-30 dekabrda yoqqan qor sababli Oqsoyga olib boruvchi yo'l yopilib qolgan. Natijada Oqsoy arpa hududidagi aholining chorvasini qarab qishlagan 54 oilaning oziq-ovqat va xashak tashigan yo'li to'silgan. 7-yanvarda To'rg'art-Ko'kqiya aylanma yo'li qordan tozalanib, muhtojlarga yuk mashinalarida oziq-ovqatlar yetkazildi. Hozirda cho'ponlar o'zlarining shaxsiy mashinalari bilan tashishmoqda. Ichki yo'llarni tozalash ishlari esa davom etmoqda. Qozog'iston o'z hududiga Qirg'iziston mahsulotlarini avtomashina bilan tashishni taqiqlagani bo'yicha Bishkek bilan Ostona orasida diplomatik so'zlashuvlar davom etmoqda. Bu haqda Qirg'izistonning veterinar va fitosanitar xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasining raisi Qalisbek Jumaqanov bildirdi. Veterinar nazoratdan o'tkazish zarur bo'lgan tovarlar Qozog'iston hududiga temir yo'l bilangina tashilishi kerakligini qo'shnilarga 3-yanvarda ma'lum qilingan. Qirg'iziston tomon bu ogohlantirish kutilmaganda bo'lganini aytmoqda. Shunga qaramay, haydovchilar Qozog'istonda jiddiy to'siqlar paydo bo'lmaganini, yukni avtomashinada tashiyotganini bildirishdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosida veterinar nazorat masalasi ikki davlat orasida ko'pdan beri muhokama qilinayotgani bilan natijasiz bo'lmoqda. O'shdagi 149-marshrut qatnovining haydovchilari shahar hukumatiga norozilik bilan chiqishdi. Bunga o'tgan oyda qatnovning o'zgartirilganligi sabab bo'ldi. Aniqroq aytganda, mazkur qatnovdagilar bu vaqtgacha Modi qishloq hukumatidan Talabalar shaharchasigacha borsa, hozir esa qishloq hukumatidan Masaliyev ko'chasigacha yo'lovchi tashishadi. Shu sababli haydovchilar marshrutlar harakatini avvalgi yo'nalishga qaytarishni talab qilishmoqda. Shahar meriyasi esa bir-birini takrorlagan marshrutlarni oldini olish uchun umumiy 20 marshrut taksilarni yo'nalishini yangilaganini bildirmoqda. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi.
149-marshrut qatnovi yo'nalishi o'zgartirildi. Bungacha mazkur qatnov Moda qishloq hukumatidan Masaliyev, Gagarin ko'chalari orqali talabalar shaharchasigacha qatnar edi. Biroq endilikda shahar meriyasi qaroriga ko'ra 149-marshrut talabalar shaharchasiga yetmaydi. Aniqroq qilib aytganda, marshrut qatnovi qishloq hukumatidan boshlab Mo'nuyev ko'chasi orqali markaziy bozorga kirib, Masaliyev ko'chasidan qaytib ketadi. Bu qarorga ko'nmagan haydovchilar bugun norozilik bildirib chiqishdi. Bo'lsa biz 5-6 adam olamiz. Bizning aralığımız 10 minutdan. 3-4 minut городской liniya emas. Biz ayıldan bargan için bizning vaqt 10 minutdan. Oşonu nima qilib bizni o'rnimizga qo'yib qo'ysa yaxshi bo'lardi-da. 149-qatnovda 40 ga yaqin haydovchi ishlab keladi. Aytishlariga qaraganda ularning 90% mashinalarni kreditga olib ish boshlashgan. Qarzlarni qaytarish endi qiyin bo'ladi deyishmoqda. Chunki yo'lovchilarning aksari talabalar shaharchasigacha borishar edi. Shu sabab haydovchilar marshrutning avvalgi qatnovini yo'liga qo'yib berishi uchun meriyaga ariza yozishgan. Негізі қарашпай айтады азыр. Ана біз аз сөйлесек 11-інде қарап береміз деп бізге баяғы со'rov to'xtatdilar. 11-інде qaraladi bu masala deb. Ayni vaqtda yo'nalishning o'zgarishi yo'lovchilarning ham noroziligiga sabab bo'lmoqda. Asosan bu talabalarning oliygohlariga ketuvchi chiqimni ko'paytiradi. Chunki Moda qishloq hukumatidan talabalar shaharchasigacha faqat 149-marshrut yana qatnar edi. Bizden birinchidan bu yo'l alыс bo'lib qoladi. Анан маршруткалар бул жакка азыраак келет. Анан таталда келиш дагы кетиш дагы кыйын болуп калат. Биз өзү обедтен барсак, келгенге чейин кеч болуп кетет. Бизге да кыйын болду. Эртең менен бул жерде 2 пересадка мен барып атабыз. Мен өзү Юго-Востокто оштуда окуйм. Балдасы күнүнө 100 сомдон расход кетет. Ошону кичине болсо дагы бизге азыр күнүнө мурдакыдай калпка келтирсе 40 сомдон 50 сомдон расход кетет. Азыр бере турган болсок 100 сомго чейин чыгып кетет. Shahar meriyasining matbuot xizmati bu vaziyatni odatiy hol deb baholab javob berishdan bosh tortishdi. Ta'kidlab o'tsak, bungacha meriyaning transport bo'limi umumiy 20 ta qatnovning yo'nalishlari o'zgartirilgani haqida xabar bergan. Bu o'z vaqtida takrorlanuvchi qatnovlarning oldini oladi deb taxmin qilishmoqda. Bu bilan qoniqmagan haydovchilar qatnovni o'z o'rniga keltirish uchun oliy hukumatgacha chiqishlari mumkin. Undan ham natija bo'lmasa, ular ish tashlashlarini bildirishdi. Rahimjon Alijonov, Azam Buzrikov, Intimaq. Iqtisod ministrligi oltin aralashmasini chetga eksport qilishga bojxona to'lovini kiritishni taklif qilmoqda. Biroq bu loyiha ustida ishlagan mahkama-aro komissiya uning miqdori qancha bo'lishi to'g'risidagi ma'lumotni ochiq aytmadi. Ayni paytda ayrim mutaxassislar va davlat hukumati organlari oltin yoki boshqa qimmatbaho metall aralashmasini chetga chiqarishga yo'l qo'ymay, uni o'z o'rnida ishlatish uchun xorijlik kompaniyalarni jalb qilish zarurligini taklif qildi. Bu vaqtgacha o'lkadagi konlardan yuzlab tonna oltin aralashmalari Xitoy, Qozog'istonga va Rossiyaga tashilayotgani bo'yicha masalalar parlamentda ko'tarilgan. Kon ishlatuvchi chet ellik kompaniyalar buni o'z joyida oltinni ajratib oladigan ishlab chiqarishning yo'qligi bilan tushuntirishgan. Jo'g'org'i Kengashda yangi tug'ilgan bolaning ota-onasiga 1 yil davomida yordam puli to'lash taklif qilinmoqda. Unga ko'ra 2018-yilning 15-yanvaridan har oyda 2500 so'mdan berilib, har yili 30 ming so'm to'lanadi. 2 yildan keyin bu summani 50 mingga yetkazib, har oyda 4166 so'mdan berish qaralgan. Qonun loyihasining tashabbuschisi Dastan Jumabekovning bildirishicha, ayni damda ona va bolani qo'llash to'g'risida o'ylamasak, Qirg'iziston kelajagiga ta'sir qiladi. Yangi tug'ilgan fuqaroning taqdirini o'ylash kerak. Ta'kidlab o'tsak, hozirda davlat yordam puli to'g'risidagi qonuniga kiritilgan o'zgartirishlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Qoraqulja rayonining Aloyqo'y hududidagi ko'chkilarni oldini olish uchun maxsus galereya qurish kerak. Bu bo'yicha rayon yo'llar boshqarmasi maxsus loyiha ishlab chiqqan. Sababi rayon markaziga olib boruvchi Tomchi uchastkasida qish vaqtida tez-tez qor ko'chkisi tushib, aholi qatnoviga to'sqinlik qiladi. Bu bilan qishloq yashovchilarining muammosini yengillashtirsa bo'ladimi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. Tomchi hududi Aloyqo'yliklarni rayon markaziga olib boruvchi asosiy yo'l hisoblanadi. Bu yerda qish faslida qor yoqqan sari ko'chki tushib, yo'l harakatini to'xtatadi. Buning oqibatida yo'lni surdirish ishlari 3-4 kun davom etib, aholi qatnovida qiyinchiliklar yuzaga keladi. Birinchi qor jag'anda tozaladilar, ikkinchi qor jag'anda baldarda voz bilan
ташыды, пересадка қылып ташышты аябай қиналып кетті. Жолубуз бүтөлүп калат, кар көп жаайт, жакын арада эле ушул 1,5 метр кар жаады. Ko'chkidan so'ng yo'llarni surdirish ishlari qiyinlashadi. Ayrim vaqtlarda maxsus texnikalar bilan tunda ham ishlashadi. Shu sababli buzilgan texnikalarni ta'minlash uchun ko'p mablag' talab qilinadi. Анан техникалардан болсо, деп боюнча техникаларды эсептегенде 20 дана ошо кар тазалоочу жана жолдо иштей турган техникалар бар. Күйүүчү майларды даярдаганбыз. Азырынча күйүүчү май жетиштүү, бирок мына январь айынан баштап дагы запас кылып камдап алганга керек болуп турат. Bunday muammodan xalos bo'lish maqsadida rayon yo'llar boshqarmasi Tomchi hududiga galereya qurish uchun loyiha ishlab chiqishdi. Uning umumiy uzunligi 50 metr bo'lsa, smeta bahosi 45 million so'mga yaqin. Birinchi sunуш кылсак, туура өкмөттүн эми акчасы барбы жокпу, бул экинчи маселе. Аны акчасы жок деп эле бул элдин турмушун кыйнап берген болбойт. Эми бизде сырттан грант талап атат, эми аны акчасын издеш керек. Издеп тапканга бул өкмөткө тапшырма беребиз. Бул алардын иши. Agar taklif qabul qilinib, hukumat mablag' ajratsa, aloqaliklarning asosiy muammosi hal bo'lardi deyshadi. Sababi qor ko'chkisi tufayli yo'lni tez-tez yopilishi qishloq aholisini ozuqa masalasini g'amlashda ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Жылдагыдан 2 ай расчет бузулуп калды. Декабрдан кийин пайдаланчулар эми жайыт пайдаланат эле ага чейин. Анан ушу тоют маселеси, отун суу маселеси, жем аябай кыйын, элдер аябай кыйналып турат азыр ушу кезде. Чөптөрү түгөп, чукулдап. Qish fasli 5 oygacha davom etgan tog'li Alayqo hududida 1500 ga yaqin oila bor. Ular rayon hududidan 150 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu yerdagilar asosan chorvachilik bilan kun kechirishadi. Navqat rayonining yangi Navqat qishloq hukumatining 100 ga yaqin yashovchilari norozilik namoyishiga chiqishdi. Ular qishloq hukumati rahbari Nur Muhammadjon Yulchiyev lavozimini suiiste'mol qilganini aytib, ishdan ketishini talab qilishmoqda. Sababi u aholiga beriladigan yer uchastkalarini o'zbekistonlik fuqarolarga sotib yuborgan. Buning oqibatida qishloqdagilarning 60% ga yer uchastkalari yetishmay, bir uyda 4 tadan oila yashashga to'g'ri kelmoqda deb norozi bo'lishmoqda. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida ko'rasiz. Yangi Navqat qishloq hukumatiga tegishli 38 gektar yer ulushi o'zbekistonlik fuqarolarga noqonuniy sotib yuborilgan. Bu xabarni bugun Davron dehqon xo'jaligi vakillari ma'lumot anjumanida bildirishdi. Ularga ko'ra 150 ga yaqin o'zbekistonlik fuqaro ulush yerga ega bo'lib, mahalliy aholiga yer ulushi berilmagan. Dehqon bor 36 ta madaniyatdan bo'lgan, kelgandan 30 tasi sog'ib odam. Baraka katta tol uchastkasidan bo'lgan bu kelgandan 29 jon bo'lib, jam bitta Shirbuloq olg'a degan dekontorda 142 jon perepis chiqdi. Bu kabi arzlar bilan qishloqliklar Jo'g'ri kengashgacha murojaat qilishgan, biroq masalani hech qaysi davlat organi nazoratga olmagan. Endi yerni noqonuniy sotishga chek qo'yish bo'yicha davlat rahbariga xat yozishni mo'ljallayapmiz, deydi bu yerliklar. U qayerga ariza yozsak, o'shadan qutulib kelyapti. Hozirda o'sha menga telefon qilishdi. Sen yozibsan, u 3 million bilan qutulib ketdi dedi. Hali meni nima arizam bir ko'rilgidek bo'lgan yo'q. Umumiy 30 ming aholisi bor yangi Navqat qishloq hukumatida 8 yildan beri yer masalasi hal qilinmay kelinadi. Sababi qishloq yetakchisi bu vaqt mobaynida yer ulushlarini badavlat odamlarga 50 mingdan 300 ming so'mgacha sotib yubordi, deydi yashovchilar. Navbatda turganlarning 60% mablag' yo'qligidan yer ololmay kelishmoqda. Chek yo'q, uyg'ilib chiqib ketayin desa sharoit yo'q. Endi sotib olish kerak bo'lyapti. Sotib olishga pul yo'q. Shuni aytyapmiz hokimiyatga, ber desa bermayapti. Endi ular puli borlarga sotib yuboryapti. Biz ololmayapmiz. Shuningdek, qishloqdagi Sahoba istirohat bog'ini Muhammadjon Mahmudov ismli kishi noqonuniy xususiylashtirib olgan, deydi aholi. Xalqning ulush yeriga bir necha yildan buyon egalik qilib kelgan bu fuqaroning 14 gektar yerga hech qanday hujjati yo'q ekanligi ham aytildi. Bunga qaramay Sahoba bog'idagi sport zal qurishga ajratilgan 20 sotix yerni ham sotuvga qo'yilgani aytilmoqda. Sport zal solamiz deganmiz, banisa solamiz deganmiz, bola bog'cha solamiz, 8 yildan beri qarshilik qilib keladi bu. Keling pul nimaga qo'shganmiz? O'sha Sahoba nimasida bir detsat, bir nima sport zal, yana bir o'shaga bir to'yxona
qilib turib 4 oylik hikmat balansi deb turib biz hozir planimizda bor. Norozi bo'lgan xalq Sahoba istirohat bog'ini qishloq hukumatiga o'tkazilishini talab qilishmoqda. Shu bilan birga noqonuniy sotilgan yer ulushlarini qaytarib, xalqqa turar joy qatori berilishini ham qo'shimcha qilishdi. Biroq qishloq yetakchisi bu haqda hech qanday fikr bildirmadi. U men faqat o'z vazifamni bajaryapman deya oldi xolos. O'sh shahrida o'quvchilar orasida fan olimpiadalari elektron tartibda o'ta boshladi. Bu vaqtgacha 2 yil ketma-ket o'tkazilgan olimpiadada bu usul sinov qatori o'tkazilib, samarali natija bergan. Unda o'quvchilarning belgilagan javoblari ekran orqali ko'rinib, qancha vaqtda bitgani aks etadi. Asosiysi elektron usulning ortiqchaligi poraxo'rlikni oldini oladi. Bugungi o'tkazilgan elektron tanlovga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytdi. Bugun olimpiadaning birinchi kuni. Bunda maktablardagi 9-sinf o'quvchilari qirg'iz tili va adabiyoti darsidan bellashadi. Ular savollarga kompyuter orqali javob bera boshlashdi. Bu elektron uslub qog'oz orqali javob berishdan ko'ra qulayroq. Kompyuter sichqonchasi bilan to'g'ri variantlarni belgilab qo'yilsa bo'lgani. Biz hozirgi yili, masalan, былтыркыдагы ko'rinishlar bilan kezikdik, biroq bu yil oldin yo'q desak bo'ladi-da. Arqa yildan bu yilda da umidimiz bor. Ko'ramiz, ana respublika ko'rsatdi. Elektron usulda o'quvchilarning olgan ballarini hisoblash ko'pga cho'zilmaydi. Aniqrog'i, kompyuter xonada javoblarni belgilayotgan o'quvchilarning olgan ballari o'sha paytning o'zida avtomatik tarzda ekran orqali aks ettiriladi. Bu avvalgi o'rinlarda ketayotgan o'quvchilarni aniqlash muammosini yengillatadi. Ол жерде суроолор аралаштырып берилет, анан кийин киргенден баштап эле канча мүнөттө чыкты, эң артыкчысы ушул жерден көрүп турушат. Бирок бирдей эле суроо бардыгына эле бирдей суроо берилет. 30 суроо. Elektron usulning ishga tushishi fan olimpiadasidagi mojarolarni ham bartaraf qildi. Sababi bu vaqtgacha oldingi o'rinlarga erishish uchun pora berilgan vaziyatlar ham bo'lgan. Endi ota-onalar, o'qituvchilar onlayn tizimi orqali chiqayotgan ballarni ko'rish uchun kelishmoqda. Bugun ham ekrandan ko'z uzmaganlarning soni ko'p bo'ldi. Mizam çelendүүлүктө өтүп жатат олимпиада. Азыр менин окуучум 10 минуттан ичинде берилген 25 суроого так жооп берип чыкты. Bugun boshlangan tanlov 18 fan bo'yicha o'tkazilib, yana 6 kun davom etadi. Unda oldingi o'rinni egallaganlar Respublika olimpiadasiga yo'llanma olishadi. Ta'kidlab o'tsak, elektron usul bilan fan olimpiadasi o'lka bo'yicha birgina O'sh shahrida o'tkaziladi. Bu usulni Fan va Ma'orif ministrligi bu yili barcha maktablarda tatbiq qilishni rejalashtirmoqda. Rahimjon Alijonov, Azam Buzrikov, Intimaq. Bir necha kunga davom etgan kuchli yomg'ir Argentinaning bir qator rayonlarida suv toshqinini yuzaga keltirdi. Aholi joylari suv ostida qolishmoqda. Hozir uyimdagi suv 40 santimetrga cheyin ko'tarildi. Mana bu esa Argentinaning Santa Fe shahri. Ushbu ko'chalarning barchasini suv qopladi. Bu yerda dekabr oyida ham kuchli suv toshqinidan ko'p turar joylar vayron bo'lgan edi. Buga cheyinda bunday qisiqlar bo'lgan, biroq bu ret suvning ag'imi o'ta qattiq keldi. Ayrim yerlarda suvning ko'lami odamlarning bo'yi bilan ele barobar bo'lib qoldi. Hukumat vakillari xabar berganidek, tabiiy ofatdan jabrlangan bir nechta oilalar evakuatsiya qilindi. Ularning barchasi sport klublariga va madaniyat markazlarining imoratlariga vaqtinchalik joylashtirildi. Bu arada qo'shni joylashgan Urugvayda ham halokat yuz berib, 17 kishi jarohat olgani aytilmoqda. Kuchli shamol va yomg'ir tufayli bu yerdagi aholilar ham jabrlandi. Ma'lumot o'rnida aytsak, shamol tezligi soatiga 100 kilometrni tashkil etadi. Ayni damda halokatdan jabrlanganlar uchun hududlarda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Isroilda harbiylar guruhini yuk mashinasi urib ketgan. Hukumat vakillarining bildirishicha, yuk mashinasini falastinlik kishi boshqarib kelgan edi. U Islom davlati terror tashkiloti tarafdorlari deya taxmin qilishmoqda. Voqea Yerusalimda ro'yxatga olinib, 4 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Halokat o'tgan sutkada yuz berdi. 15 kishi jarohat olib kasalxonaga yetkazildi. Halok bo'lganlarning barchasi 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan harbiylar ekanligi ma'lum bo'ldi. Hozir gana Qo'rg'on ministri, armiyaning boshqa komandiri jana kuch tuzumlari bilan suylashdim. Buga cheyin Fransiyada, Berlinda bir qator terrorlik chabullar bo'lib o'tdi. Alarning bari bir-birine baylanışı var. Bugungi kunda bu voqeani to'lig'i bilan ilikda bir jiyintiq chiqaruga harakat qilib жатабыз.
אנחנו נלחמים בנגע הזה. Voqea maydonga kelgan harbiylar avtobusdan tushayotgan vaqtda ro'y berdi. Ular bu yerga maxsus o'quv kursiga kelishgan edi. Politsiya xizmati yuk mashinasini falastinlik kishi boshqarib kelganini aytmoqda. Jinoyatchi hodisa joyida otib o'ldirildi. Иерусалим тууралуу айтып баштаганымдан 10 мүнөттөй убакыттан кийин эле менин тайпамдагы аскерлер ызы чуу болуп кетишти. Эмне болуп жатканын түшүнбөй эле туруп калдым. Чоң жүк ташуучуна аскерлерди койдуруп кеткенин кийин байкадым. Айрымдары айдоочуга карата ок чыгарып жиберишти. Айтор баары бат эле болуп кетти. Oxirgi yillarda Isroilning hududida bir necha hujumlar tashkil etilib, unda falastinliklar yashovchilarga pichoq o'q qurollari bilan hujum qilib kelishgan. Bu halokatdan 40 ga yaqin kishi hayotdan ko'z yumgan. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.